Imom Azam rahmatullohi alayhi aytibdilarki, erkak kishi o'tkir atir sepsin deganlar. O'tkirini sepsin deganlar. Ayol kishi atirini, ya'ni pasrog'ini, hidi pasrog'ini sepsin debdilar Imom Azam rahmatullohi alayhi. Lekin buning hozirgi paytda teskarisi, mana ko'chani u tomonda, siz bu tomondasiz, u tomondagi ayollarni o'sha atirni hidi kelib turadi-yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor ekanki, qaysi bir ayol kuchli atir sepsa-yu, keyin gapirsa, niyat qilsa, aytsa-ki, men shu atirim sepdim, hozir ko'chaga chiqqanimda begona erkaklar hidlasin desa, shu zinokordur debdilar payg'ambarimiz. Bu hadis azizlar sahih hadis mana shu sahih hadis. Endi bundan ulamolar xulosa qilib aytganlarki, endi nima ayollar sepmasinmi endi mutlaqo degani yo'q deydi ulamolar. Ayollar ham atir sepsin, lekin hidi pasrog'ini, o'tkirini emas, hidi pasrog'ini sepib chiqsin. O'yida o'tkirini sepadimi, qanaqa sepsa sepaversin. Lekin ko'chaga chiqqanda atirini pasrog'ini sepsin debdilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi umrlarning ichida Imom Azam rahmatullohi alayhi umrlarda biror marotaba g'iybat qilmagan ekanlar. G'iybat qilmagan ekanlar. Imom Azamdan so'ragan ekanlarda, siz biror marotaba g'iybat qilgansizmi, hazrat? deb savol bergan. Shunda Imom hazratlari javob bergan ekanlar. G'iybat qilmaganman, qilmayman ham. Nega g'iybat qilay debdilar. G'iybat bilasizlarmi qanaqa bo'ladi? G'iybat shunday narsaki, agar o'sha kimni g'iybat qilsang, seni savobingni Alloh taolo unga beradi-da, uning gunohlarini senga qaytarib beradi. Men g'iybat qilib o'zim savoblarni shunga berib, uni gunohini olib yuramanmi? debdilar Imom Azam rahmatullohi. Shuning uchun g'iybat qilmayman. Bir umr g'iybat qilmagan ekanlar, qarang. Imom Buxoriy ham shunday bo'lganlar-ku. Imom Buxoriy hazratlari ham umrlarida biror marta g'iybat qilmaganlar. Demak, qarang, u zot ham Allohning nazariga tushgan zot bo'lganlar, bu zot ham Allohning nazariga tushgan zot bo'lganlar. Bular Alloh taoloning eng yaxshi bandalari. Bejiz emas ekan azizlar. Biz mana shu bu mag'rur odatimizni tashlasak, inshaalloh Alloh taolo bizning darajamizni ham ko'tarsa, hech gap emasdi. Juda odat qilganmiz, voy, ayollar qolib ketdi yo'qda. Faqat g'iybat. Masjidda ham g'iybat, ko'chada ham g'iybat, namozda ham g'iybat, bozordagi mutlaq g'iybat, hamma g'iybatxona bo'lib ketdi-yu, astag'firulloh. G'iybat qilayotganda kim g'iybat qilmanglar desachi, mana shu aytgan gap uchun Xudo taolo shuni martabasini ko'tarar ekan. Qo'yinglar endi. G'iybat qilmaydigan bo'ldi degan so'z uchun shuningchi Alloh taolo martabasini ko'tarar ekan. Qarang. Shuning uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar shuna g'iybat qilgandachi ayting. Xafa bo'lsin, ayting. Birodarlar deysizmi, otaxonlar deysizmi, akalar deysizmi, domlalar deysizmi, g'iybat bo'lib ketdi-yu deng. Ajr olasiz, inshaalloh mukofot olar ekansiz. Imom Azam rahmatullohi alayhi ikki davrni ko'rganlar azizlar. Ikki davrni ko'rganlar. Ummaviylar davrini, Abbosiylar davrini ko'rganlar. Shuning uchun ikki marotaba darrayganlar. Ummaviylar davrida ham darrayganlar, Abbosiylar davrida ham darrayganlar. Ummaviylar davrida mana shu
qarangki, Muhammad ibn Marvon ekan, o'sha Umayylarning xalifasi. Shu odam Imom Hazratlarining ilmlarini kuchliligini eshitib chaqiradi-da, aytadiki, qozi bugun bizga, maslahatchi bugun deydi. Hamma qalam, qog'oz, muhr san qo'lingda bo'ladi. Imom Azam inkor qilganlar. Yo'q, menga kerak emas. Agar qilmasang jazo beramiz degan. Mayli, jazo bering degan. Zindonga tashlab har kuni 10 daradan urgan. 10 kun 10 daradan 100 dara yegan. Har kuni. 10-kun qarasaka bo'lmaydi, keyin qo'yib yuborgan u. Qo'yib yuborgan. Sal bo'lsa ham insof qilganda qo'yib yuborgan. Zamon o'zgarib, Abbosiylar zamoni keladi. Abbosiylar zamoni keladi. Abu Ja'far Mansur degan ikkinchi xalifa, bu kishi ham Hazratda eshitadida kuchliligini chaqiradi. Menga qozi bo'lgin deydi. Maslahatchi bo'lgin menga. Shunda Imom Azam aytadilarki, "Yo'q, men bo'lmayman" dedilar. "Yo'q, bo'lasiz" dedi. "Yo'q, men bo'lmayman" dedilar. Shunda Abu Ja'far Mansur aytadiki, "Men qasam ichib aytamanki, shu ishni siz qilasiz. Qasam ichdim" deydi. "Endi qilmasangiz bo'lmaydi" deydi. Imom Azam rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, qarang, Abu Ja'far Mansur podshohga, xalifaga, "Endi men ham qasam ichib aytamanki, qozi bo'lmayman" dedilar. "Siz ham qasam ichdingizmi?" "Men ham qasam ichdim, bo'lmasa" dedilar. Shunda jahli chiqib, Abu Ja'far Mansur jahli chiqib, zindonga tashlanglar dedi. Darralanglar dedi. To kunmaguncha darra bilan uraveringlar dedi. Nechta darra yegan tarixda Xudo biladi endi. Lekin Hazrat Alloh rahmat qilgan bo'lsin, bu safardagi darrani ko'tara olmaganlar. Darrani yeb, oxirida ko'tara olmasdan zindonda namoz o'qigan holatda, sajda qilgan holatda jon taslim qilganlar. Zindonda. Bu kishining janozalarida 20 ming odam qatnashgan ekan. 6 marotaba janoza o'qilgan ekan. 6 marotaba. Odam ko'pligidan bo'lib o'qiganda 6 marotaba o'qigan ekan janozani. Qarangki, bu odam keyin o'sha dafn etiladi.